Assalomu alaykum barchaga. Men endi yangi kanal ochdim. Uyimdagi bog'larda olib borayotgan ishlarimni ko'rsatib boraman. Qo'limdan kelgancha yangiliklar sizlarga ko'rsataman. Obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar ko'p. Qo'ldan kelgancha o'rgataman. Ekkan narsalarim hammasini birgalikda ko'rib boramiz. Yangiliklar ko'p. Anorimiz mana barcha dorilar qilingan, yana dori olib kelib qo'ydim. Shara tushibdi, bugun kechki payt sochamiz. Anjirim 4 yil safarda bo'lib, o'tgan yili qaramadim. Jicham nimaroq bo'lib qoldi. Aynib qolibdi. Endi 5-6 yilda hamma tomonlama shoxlab shakl berilmagan. Ona qilib kesdim, mana katta-katta kesib shakl berdim. Endi yangi uslubda bunaqa tikka chiqarmaymiz, bunaqa yonga yotkizib turib, mana shu yerdan olamiz, mana bittadan qoldiramiz. Mana ortiqchasini olib tashlaymiz. Mana shunaqa chiqaramiz. Chiqarib buni bu shox ham ketadi, mana yangi holatda o'stiramiz. Mana shu holatga tayyorlab keltirib olamiz. Bir yil kesmadim tepasini, chunki tepasidan hosil olsa bo'ladi. Buni shakllantirib olsak, yuqoriga chiqaramiz, anjirni pastda qilamiz. Mana shunaqangi yangiliklar bor. Ko'ringlar mana. Anorimiz mana shoptoli ham xuddi shu holatga kelgan, yo'g'ilashib ketgan. Men mana bu yerda qattiq kesishlikni nimasini qilib, mana qizil shoptoli o'tgan yili men qaralmaganligim uchun mana nima bo'lib ketuvdi. Mana bu yil mana mevalari katta-katta. Mana shu nimalari ham ko'kmay, mevalari ham bahorasi pishganda ham ko'rsataman. Bu ham o'sha bu listi shoptoli, o'sha nimada qishda pishadi, nimada kuzda pishadi. O'tgan yili bu ham ko'p qilib buni ham qattiq kesish qildim. Mana juda qattiq kesib tashladim. Bu yil ozroq qo'yib qo'ydim, mana shu holatga keltirdim. Mana yonlaridan chiqdi. Endi buni tepasidan pasaytira boshlaymiz. Tepalarni kesib bemalol mana anorlarimiz mana bular ham bo'yapti. Bu ham o'sha listi shoptolidan. Metajicha xurmamiz bor, o'tgan yili ko'p qilgan. O'zi tepasini kesib yuborganda bo'lar ekan, shoxini yangilaydigan. Bu ham o'sha qizil shoptolidan hozirgi pishadi mana. Chiroyli bo'lib katta-katta yirik bo'lgan. Buni ham qattiq kesish qilganman. Yana nima qilaman? Mana bu ham o'shanaqa. Buni tagidan chiqqani yo'q edi. Buni ham yonga olamiz. Tepani pasaytirib turib, shu yonga o'sish holatini keltiramiz. Bu ham aynigan edi. Aynib qolgan ekan, qattiq kesish qildik. Bir mevasini yesak, birdan keyin shu yonlaridan olib turib, bunaqangi shoxlardan pasaytirib, yondan chiqqanini yonga berib turib, 1-2 yilda buni ham yuqoriga nima qilib bitta yonidan yangi mevalar chiqaryapti. Bu xolos eski mevalar ham bor. Qattiq kesish qilganimizga mevalari kamroq. Nimalar mana endi anorlarimizda ham buni kesmaganman. Uncha mana bular rosa meva qilyapti. Dorilar berib. Mana ularni ham ko'proq kesganman. Hali mayda shoxlarni olib tashladim. Bir yil tajriba o'tkazdim, yuqorilarni olib tashladim. Meva qilishi zo'r. Bu kesilmagan, yonlar paylari olingan, kesilmagan. Mana olmamiz bor. Olma ham xuddi shu holatda bo'ldi. O'tgan yil dori sochib vaqtida qilmaganimizga to'kilib ketdi. Bu yil mana shunaqangi holatda 5-6 ta kaltak atrofiga qo'ydim. Keyin yil ko'ramiz bu nimasini. Baholasi shaklini beramiz yana. Baholasi ancha meva qilgan, serhosil ekan. Men baholasi dorilarni beryapmiz. Buni ham nima qilamiz? Buni mana bu yerda yana slivamiz bor. Buni ham juda yo'g'ilashib ketgan ekan. Kesdik, mana mevasi ko'p, xudo xolasa. Buni ham shaklini beramiz. Xudo xolasa. Mana uni ham qo'rqmasdan kesib ag'bag'lardan hayda qildim. Yaxshi, bu ham kerakli tarzda meva ushlaydi degan umiddaman, ammo yirikroq bo'lsa kerak. Mana bu kesilmagan holatda esa mana bu achchiqroq anorligi uchun buni kesmadim. Lekin nok mana. Nokni
o'tgan vaqtda kesib qo'ygan ekan. Men bunaqa men kesuvdim. Uni kesib bo'lmas ekan, o'smas ekan. Bir meva qilmadi, mana bir qo'yib berdim, yotkizdi. Bu anor, bu ham anor. Mana bu ham anor, mana bularni ham kesish qilganman. Bularni xuddi o'sha holatlarda kesishlar qilganman, yangi shoxlar chiqarib mana shu holatga keldi. Mana bu sliva. Slivaga ham qattiq kesish qilganman mana. Slivaga ham qattiq kesish qilganman. Oralarda yangilari chiqdi. O'rtadan bitta lider qilib turib, ikki yonga olib meva juda ko'p, mana yotib ketgan. Buni ham qattiq kesish qilganmiz. Va beximiz endi sarg'ayib ketib hayda qiluvdi. Bunga ham dorilarni soldik, sekin-sekin to'kmay holatiga kelyapti. Mana u ham xuddi shunaqa kesish qiluvdik. O'zim bilgan holatda yomon emas, meva ko'p. Butagandim, mana uchlarini olib tashlab butagandim, yomon emas degan. Bu ham shu holatda. Mana olma bexi. Mana. Olma bexi o'tgan yil qilmagandi, bu yil qildi, xudo xolasa. Mana olmamiz ham, anorimiz ham xudo xolasa qattiq kesish qilganmiz atroflaridan. Yomon emas, meva yetarli darajada bor, yirikroq bo'ladi. Bu ham shu holatda, bu ham sekin-sekin mevasini chiqaribdi, endi yomon emas. Mana unimiz sliva. Buni ham qattiq kesish qilganmiz, sekin-sekin shaklini beramiz, meva qilgan, mana egilgan. Yomon emas. Buni ham sekin shaklini beramiz, ham tugaydi. Mana unimiz o'rigimiz sovuq olib ketdi o'tgan yili juda ko'p Lublenniy degan, Yublenniymi, o'sha Lublenniy deganmi? O'rik sorti edi, juda ko'p. Buni ham qattiq kesish qilganmiz, chunki 5 yil davomida atrofga ketib qolgan, o'rtalaridan chiqib nima holatda edi, buni ham kesib mana shu holatga keltirdik. Mana unimiz oq uzunchoqroq bo'ladi. Mana shunaqa payt, mana u 1-2 ta bor ekan, pishganda ko'rsataman. Buni ham sovuq urib ketdi. Endi mana bu anjir, mana anjir ham o'sha 5-4 yil ichida yo'voylashib ketgan, o'ta yo'voylashib ketib qolgan. O'tgan yili mevasi ukaligi ko'p quvvorgandan ham quvvat yetmagandan, daraxt nima bo'lib ketganidan, shakl berilmaganini hisobiga bu nima bo'lib ketib qolgan. Bu ta'm qolmay qolar ekanda, suv bo'lmasdan. Shuning uchun buni ham qattiq kesish qildim. Buni ham yonidan chiqarib turib yerga yotkizibroq qilamiz. Ikki tomon yotkizibroq qilib, bildan keyin yana yonidan chiqyapti. Buni ham yuqoriga chiqaramiz, pastdan chiqadigan qilamiz. Endi uzumlarimiz orasida bitta krepsin degan olmamiz bor. Mana ancha yil bo'ldi, bir kamida 8 yil bo'ldi. Yer sho'rida, nari toshni yonveli yana bitta ekkandim, u ko'klamagan. Men ketib turganimda o'sha safarga may deydi, mana bir xudoning qudratini o'rnashib, mana bir 5-6 dona qildim. Men qilmasa kerak dedim. Buni ham yonga yotkizdim. Mana bunday ayrasamoqqa yotkizdim. Bu tomonni yotta lider shox qildim. Yana bitta bu tomonga yotkizsak, keyin bu pastidan 1-2 ta bunday qilib yotkizamiz. Endi bu tomondan chiqmabdi. Shuning uchun nima qilamiz? Buni olib tashlaymiz. Mana bunday qilib. Bitta o'sirsin. Mana shuni yotkizsak, buni yotkizib bo'lmaydi. Buni bu tomonga yotkizsak, buni olib tashlaymiz mana. Bu tomonga ko'p yotkizimiz, qo'shniga ziyon yetishi mumkin. Mana shundayroq qilib turib, mana shu yerdan chiqarishimiz mumkin. Mana shunaqa gaplar, mana bunaqa shoxlar kerak emas, mana olib tashlaymiz. Kerak shoxlarni olib tashlaymiz. Mana shu holatda turaveradi mana. Shunaqa gaplar kuzatib boringlar. Ho'limiz bog', mana hali keyin buni ham tushuntirib boraman, ekkan narsalar. Mana anjirni yotkizib qo'yganmiz. Yotkizib qo'yganmiz, buni ham past holatda. Buni ham qanaqa qilib meva olish nimalarini ko'rib chiqamiz. Hammaga omad, obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar ko'p. Ko'p narsalarni qo'ldan kelgancha harakatini qilamiz. Hammaga omad. Uzumlar haqida, mana mayda ko'chatlar haqida obzor beraman. Yangiliklar ko'p. Obuna bo'linglar, xudo xolasa. Obuna bo'lganlaringga attang qilmaysizlar, uzumxon ham takip qilishlarda, boshqa qilishlarda har xil sortlari bor ko'rsatib. Qo'ldan kelgancha yangiliklarni olib boramiz. Hammaga omad.